Hammamizga mana shunaqa chiroyli, fayzli xonadonlar nasib qilsin. Shunaqa xonadonlar qurish nasib qilsin. Okalar, Yangi Toshmi, Arinter, Yetsutu shunda Beltepa mahallani yonida bo'lyapti. Shayxontohur tumaniga kiradi. Yetsutu 10 ta xonasi bor, sharoitlari hammasi bor, 4 ta sanuzul, oshxona, hammom, tualetlardan umuman muammo yo'q. Shu xonadonimizni sotuvga chiqaryapmiz. Qiziqqanlar nomer qoladi. Aloqaga chiqinglar. Lokatsiyasini aytdim. Yangi Toshmidan taxminan 500 metrlik masofa bo'lyapti. Hozir ko'chalarni ham bitta ko'rsataman. Tupikki shunda oxiriga joylashgan. Mana shu yerdan kirasida bir 300 metrlik masofa, katta ko'chadan 300 metrlik masofa. Bemalol kelinglar, shu xonadonimizni bitta ko'ringlar. Qaranglar, juda ham chiroyli qilib o'zligi uchun qurib, o'zligi yashab turishibdi. Hozir ham bu yoq taraflar bir 3-4 yil bo'lgan ekan bitganiga. Bitta kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa, egalar bilan savdosini qilasizlar yoki pastda egalarning nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelib, ko'rib, talashib, tortishib, yana savdosini qilsanglar bo'ladi. Shu xonadonni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, shu atrofdan xonadon olaman deb yurgan yaqinlar bo'lsa, o'shalarga jo'natib tashlaylar, hammaga manfaatli bo'ladi. Allohga oson so'rab qo'yamiz.